Assalomu alaykum o'rtoqlar. Yaxshimisizlar, tuzimizlar? 7-dars yetib keldik. Aniq Trader YouTube kanali. Obuna bo'lmagan bo'lsanglar bo'lib qo'yinglar. Telegram kanal, Instagramdagi hammasiga obuna bo'lib olinglar. Xudo xolasa yaxshi ma'lumotlar bo'ladi. Inshaalloh bugun nasib qildi 7-darsga yetganmiz. Ya'ni OTA va Premium Discount. Kerak mavzu, ya'ni bir-biriga qo'shib o'sha mazakani teryapmiz. Xudo xolasa shu paytgacha nima o'tilgan bo'lsa, Killzone, Obi, FVG hammasi bir-biriga qo'shiladigan narsa. Bir dona model, ya'ni bitta dona Obi yoki FVG yoki mana shu OTAning o'zi bo'yicha ishlab bo'lmaydi. Xo'p, OTA nima ekan o'zi? OTA ya'ni Fibonacci urvillar bor, o'sha Optimal Trade Entry, ya'ni eng optimal zona entryga Premium Discount, ya'ni qimmat narx va arzon narx. Shularni xudo xolasa bugun o'tamiz. Xo'p, bo'lmasa boshladik. Bismillah. OTA Optimal Trade Entry ICT metodikasidagi eng kuchli kirish modellaridan biri. OTAning maqsadi narxning chuqur retracement, ya'ni korreksiyasidan foydalanib, stop lossni kichkinalashtirib, kattaroq area yoki o'sha 1-2, 1-3 tezroq olishga juda katta yordam beradi. Ya'ni biz voqlidan kirib qo'yamiz, OTAni kutamiz degan narsa bor. OTA nima? OTA bu impuls harakatidan keyin narxning ma'lum bir Fibonacci'ni urvillariga qaytib kelishi. Hop, ICT asosan shunaqa urvillar bor, ya'ni 0.62, 0.705, ya'ni 70.05, 0.79, ya'ni 62-79 zonalari. O'rtasi o'sha 705. Ya'ni o'shalar OTA zonasi, ya'ni o'sha darajalar, urvillar bo'ladi. Yozib qo'ygan, bu zona OTA zona hisoblanadi. Mana shu 3 ta urvin. Bunga narx kelib, o'sha korreksiyasi shu anaqaga urvinga to'g'ri kelib, biz shundan foydalanamiz. Hop, bullish, ya'ni buy o'tini qanaqa tortamiz? O'suvchi trend kuchli impuls yuqoriga harakat qiladi. Fibonacci, ya'ni minimumdan yuqori nuqtaga, ya'ni maksimumga tortamiz. Narx 62-79 oralig'iga qaytadi. Shu zonada liquidity sweep, o'sha market structure shift berish mumkin. Masalan, H1 OTAga keldi, OTA zonaga o'sha yerda FVG bor, undan keyin kichkina time frame o'tib, MSS kutib, o'sha tasdiqlar bilan ishlatamiz. Ya'ni bir dona o'zi ishlatilmaydi. Selga mana bozor berish, ya'ni tushish trendda kuchli impuls pastga harakat qildi. Fibonacci yuqori nuqtadan pastki nuqtaga tortamiz. Narx 62-79 oralig'iga qaytadi. Shu zonada biza o'sha MSS, Obi, break, FVG nima kelyapti o'tgan bo'lsak, o'shalar to'g'ri kelsa, o'shalardan foydalanamiz. Nimaga aynan 70.05, ya'ni 705 o'sha 70.5%, ya'ni qanaqa o'rin? ICT ko'p marotaba 70.05 darajasini optimal trade entry deb aytadi, deyiladi. Ya'ni o'sha 62-79 o'rtasi o'sha 70.05. ICT formulasi. Xo'p, eng kuchli setup lardan biri. Ya'ni bu faqat mana shu kuchli deyilmayapti, bitta kuchli setaplardan biri. Hop, liquidity sweep, likvidность olyapti, MSS beryapti, OTA ni shu OTA zonasida FVG entry, target liquidity. Buni hali MSS darslarida juda ham chuqur tushuntirib beraman, qachon MSS olamiz, MSS dan keyin OTA qanaqa tortib kirib ketishlarni hammasini tushuntiraman. Hop, OTA ni qachon ishlatmaymiz? Ishlatmaslik kerak. Range marketda trend aniq bo'lmaganda, yangilik paytida, ya'ni o'sha news paytlarida faqat Fibonacci ko'rinib qolgani uchun. Ya'ni bitta o'tin o'zi bor, siz na targetni bilasiz, hech narsani bilmayapsiz, narx qayerga ketmoqchi, ichkimi, tashqi likvidga ketmoqchimi, hech narsani xabaringiz yo'q. Prosta o'tga kelyapti, bo'ldi. Bunaqa to'g'ri kelmaydi. Bu qanaqadir strategiya yoki bir dona o'tin o'zini ishlatib biz pul qila olmaymiz bozorda. Biz hammasini qo'shib
tasdiqlarni ko'paytirishimiz kerak. OT har doim market structure, equity, FEG, Killzone bilan birga ishlatganda kuchli ishlaydi. Tushunasizlar, bitta o'zi emas. Mana. Hop, o'sish trend, impuls, korreksiya, impuls. Korreksiya bo'layotganda biz Fibonacci tortamiz. Fibonacci tortib, 62-79 oralig'iga narx tushishini kutamiz. Shu yerda bizga FVG yoki IFVG BPRlar nima bo'lsa ham o'sha tasdiq olib, keyin bayga shu yo'nalish bo'ylab entry qilamiz. Ya'ni bu yerda maqsad ko'rsatish, ya'ni bay uchun minimumdan maksimumga tortamiz Fibonacci'ni. O'shanda 62-79 zonasi bizga pastga bo'tdi, ya'ni korreksiyani ushlab olamiz. Shundan keyin korreksiya bizga keldi. Qaysi kelayotganimizga to'g'ri keladi bu zona. Va shundan keyin bizga yana liquidness, mana buy side, yana buy side'li bo'lsa, o'shanga hujum ketamiz trend bo'ylab. Hop, bu yerda endi misol tushish trend, impuls, korreksiya, impuls bo'ldi. Narx sekin qaytish boshlayaptimi? Sizlar Fibonacci tortib qo'yasiz va shunda 62-79 zonasi ichida kelayol topasiz. Shu aytganimdek, breaker, OBFVga shu nima kelayotganimiz o'shalarni topib qo'yib, shundan keyin trend bo'ylab kichkina time frame'da MSS, SMT'larni tasdiqlab, shundan sergi ideya qilamiz. Ya'ni biz buy uchun qanaqa tortar ekanmiz? Minimumdan maksimumga tortamiz. To'g'rimi? Bu yerda maksimumdan minimumga tortamiz. Premium discount. Premium discountdan asosan narx katta time frame'da qat'iy bormoqchiligini aniqlab olsak bo'ladi, xudo xolasa. Hop, tashqi ichki likvid degan narsalar bor. Ya'ni masalan, buy side, sell side shu likvidnesslar tashqi, ya'ni RL bo'lsa, ichki likvidnesslarga FEG, o'sha bo'shliqlar, ichki likvidlar, mana shular RL ga kiradi. Ya'ni bozor qaranglar. Impuls korreksiya bilan chiqyapti. Ma'lum bir nuqtadan razvort qilish boshladi. Shunda biza premium discount tortib, biza ya'ni narx hali qimmat. Smart money bilamiz, narx arzonroq bo'lganda bayga qiladi. Shu paytda biza RL target qilib pastga ishlab tutsak bo'ladi. Ya'ni mana 50% premium discount degani bu premium tepasi. Bu yoq discount, ya'ni discountga tushishini biza kutib tasdiqlab olib, o'sha bo'yicha pastga, ya'ni serga ishlab tutsak bo'ladi. Shu paytda bizga sell side bo'ladi bu yerda yoki kattaroq time frame'da FVGlar hosil bo'lgan bo'ladi, o'shanga narx kelib, yana tashqi likvidga hujum bo'lib ketadi. Yo'nalish to'g'ri topilgan bo'lsa. Premium discount основной bizga nima kerak ekan? Katta time frame'da narx qattarligini bilib olish uchun. Narx qimmatmi, arzonmi? O'shani ko'rib olishimiz kerak biz. Mana bu yerda ham ko'rishingiz mumkin. Impuls korreksiya bilan tushgan, ma'lum bir likvid yechgan, shundan keyin ko'ryapmiz, narx bu yerdan ketishiga arzimaydi. Nimaga? Chunki narx premiumga chiqishi kerak. Premium chiqishini kutyapmizmi? Biz buy ishlab chiqamiz. Ya'ni premium 50%, mana shu korobkani o'rtasi 50%, mana shundan tepaga chiqishini kutamiz. Shu bo'ylab biz buy ishlab chiqamiz. Hop, bu trendga qarshi-ku desa, bu masalan katta time frame degan bo'lsak, daily, weekly bo'lishi mumkin. Hashtorlar degan bo'lsak, trendga qarshi ko'rsangiz, bu narx kelib yo'lda razvort berishini kutib mana qilsangiz, haftalab o'tib ketishi mumkin. Shuning uchun biz riskimizni to'g'irlab, shu Killzone hammasidan foydalanib biz buy ishlab chiqamiz va shu yerda bozor o'zini holatiga qo'yib, ya'ni bu narx tepaga ketib qolishi ham mumkin, yoki shu yerda reaksiya olishi ham mumkin. Bu bizga qorong'i. Biz mana shu 50% da nima bor tepasida? Liquidness bormi? Katta time frame'da FVG bormi? O'shani target qilib, o'shanga hujumda qatnashamiz. Keyin o'z holiga qo'yib, yana aniq bo'lgandan keyin narx bu yerdan korreksiya oladimi, ya'ni bu yerda reaksiya oladimi? O'sha bo'yicha yana ishlab tushga turamiz. Ya'ni maqsad nima ekan? Premium discountda narx arzon keyin qimmatligini bilib olib, o'shalarni target qilib olib, birga qo'shilib olish. Bozorda shunaqa narsa bor. Ya'ni masalan, OT'ni tushuntirdimi? OT'ga keladi, ketadi. Har doim ham optimal trade entry zonasiga tushirmaydi narx. Ko'rishimiz mumkin bu yerda o'sha impuls korreksiya bo'tdi, Fibonacci tortdingiz, narx nima qildi? OT'ga kelmasdan ketib bordi.
Hop, bunga nima sabab bo'ladi desanglar, o'sha prem discount, ya'ni bu H1 tarifini 15 ming degan bo'lsak, biz uni kutyapmiz, buy saytimiz bor, tepada targetlarimiz cho'tki turibdi, lekin o'taga kelmasdan ketaverdi. Shunaqa bo'lishi ham mumkin. Nimaga? Chunki OTAni biladiganlar ham ko'p. Bozor hamma bilan birga ketgisi kelmaydi. Shu paytda prem discount bizga yordam beradi. Narx tushib, diskountga tushib, ya'ni 50% dan pastga tushib, narx razvorot beraversa, nimaga o'taga kelmadi degan narsa bo'lishi kerak emas. Har doim kelishga majbur emas. Kelsa trade qiling, kelmasa o'z holiga qo'ying. Xohlasangiz mana shu 50% dan pastga tushdimi? Bu yerda SMT'larni tasdiqlab berdi, MSS'lar berdimi? Displacement ko'rdingizmi? Bo'ldi, bitim oching. Bu полный assetini tugatib bo'lgandan keyin tayyor o'sha trade plan tuzasiz backtesting qilganda shakllanadigan narsa. Men o'taga kutamanmi, kutmaymanmi degan narsalar bo'ladi. Shunaqa narsa. Ya'ni aytmoqchimanki, har doim ham o'tay bilan bozor yurmaydi. Prem diskountga ham qarab qo'yish kerak bo'ladi. Endi misollarga o'tamiz. Darsimiz unaqa chuqur dars bo'lmaydi, chunki bu yerda shu qiyin mavzu emas. Fibonacci urg'ulari prem diskountni tushuntiryapman. Shunga qiyin mavzu emas. Xo'p, misollarga keldik. Ko'rishingiz mumkin. Liquidity sweep qildi bu yerda. Narx tepaga harakatlanmoqda-da. Pastga riski tashlab yubordi. O'ylaylik, mana bu yerda MSS'lar berdi. Lekin o'sish trenddamiz biz. Shu paytda nima bo'ldi? Bu impulsdan ko'pchilik serga ideya qiladimi? Qiladi. Lekin biz ko'ramiz. Bu yerda MSS bergan, liquidity yo'q qilgan, narx o'tay zonaga kelyapti. O'tay zonamizda nima bor ekan bizani? IFUG bor ekan. To'g'rimi? Mana serga ishladi, keyin ketdi, buzib o'tib ketdi. Endi bayga ishlatsak bo'lar ekan. O'tay zonamizda IFUG topib biz bayga deya qilamiz. Ko'pchilik serga deya qilib turganda. Ya'ni narx tushib, optimal trade entry zonasiga kelib, IFUG kirib, keyin yana o'z yo'nalishi bo'yicha ketdi. O'shanda Fibonacci mana shu minimumdan men maksimumga tortganman. Mana bu yerda ko'rishingiz mumkin. O'sish trenddamiz. Bu yerda narx impuls qilyapti. Korreksiya biz o'tay kutamiz. BPR, FVG'lar bor masalan. Narx tushib o'tirmadi. Lekin narx 50% dan pastga tushdi. Yo'q, tushib o'tirmadi. Nimaga? Chunki bu yerda FVG to'ldirilgan. Bu yerda yaxshigina order block qolgan. Order block test qilib ketyapti. Ya'ni men ishlamagan vaziyatlarni ham ko'rsatishim kerak. Chunki ko'p o'zim ham ko'rganman, boshqa trading qilganda ham faqat ishlagan ko'rsatiladi. Ko'z nima bo'ladi bozorda? Faqat ishlaganini qidiradi. Uy vazifa masalan btest qilayotganda. Bo'lmaydi. Ishlamaganini ko'rish kerak, nimaga ishlamaganini topish kerak. Men buni tushuntiraman, nimaga ishlamaganini ham. O'taga kelmadi, order block ishlab qo'yapti. Chunki bu FVG'dan hosil bo'lgan order block diskountga kirib chiqib ketdi. Bo'ldi, yetadi unga. Keyin chuqur tushiga to'g'ri qolmadi bu yerda. Bu yerda SMT bo'lib qolgan bo'lishi ham mumkin. Shunaqa narsa, ya'ni faqat o'tay bo'lib qolmasin. Fikr qilaylik, logika muhim, ya'ni mohiyat. Narx o'zi nima uchun bu yoqqa tushish kerak? Nima sabab tushmay qolishi mumkin? Hammasini o'ylab qo'yish kerak. Keyingi misol. O'sish trenddamiz. FVG'dan reaksiya oldi. Mana swing low bo'lib qoldi. Narx ketyapti. Korreksiya qilayotgani biz Fibonacci tortdik. Minimumdan maksimumga. O'tay zonamizga kelyapti. Mana 62.79, 705 zonamizda FEG bor. FEG ni hurmat qilyapti va order blockga ham test qilib, yana yo'nalish bo'yicha ketyapti. Ko'rasizlarmi? Minimumdan maksimumga tortdim. O'tayni ichida ko'rasizlarmi? Keliyor topilyapti. Ya'ni bu yerdan emas yoki pastroqdan emas, 79 pastdan emas, aynan o'tayni ichiga to'g'ri keladi. Shuni test qilib, samatman yana pozitsiyalarni tiqib, yana yo'nalish bo'yicha ketadi narx. Ko'rasizlarmi? Unaqa qiyin emas Fibonacci tortish. Ya'ni Fibonacci bo'yicha ishlab yurganlar bo'lsa oson, ishlamaganligi bo'lsa ozgina qiyinchilik bo'lishi mumkin. Mana minimumdan maksimumga tortdim. Ko'rasizlar, minimumdan maksimumga tortdim. Bo'ldi korreksiya. Bu yerda ham ko'rasizlar, FVG bordi balki, buzib ketdi. Shuni o'zi ham как MSS deb, demak bu
buy bilan hurmat qilmayapti demak, sel ketish ehtimoli bor ekan deb mana swing highdan, ya'ni maksimumdan minimumga tortdim. Bu BPI ga to'g'ri keldi. FEG bo'lsa ham bo'ladi buzilgan. 62-79 zona. FEG 50% hurmat qilyapti. Shundan keyin pastga harakat. Narx yana qaytib kelyapti. Yana FOG 50% hurmat qilyapti, lekin o'tay buzilmayapti. Nimaga? Chunki mana bu yerda tortgan joyimiz maksimum hali buzilmadi. Ham bu yerda qaranglar. Order block FEG deganim, FEG order block to'ldirdi, narx tepaga minimumdan maksimumga tortdim. O'tayni narx qaytyapti. O'tay kelmasdan turib ketib qolyapti. Lekin diskountga tushdi. Shuni hisobga olinglar. Ya'ni u yog'iga chuqur tushishga majbur emas. Chunki diskountga tushganning o'zida FOG'ni test qildi. Va shundan keyin narx ketdi tepaga. Premium diskountdan xuddi shunaqa. Bo'lib olasizlar, xohlagan ranginglarni qilib qo'yasizlar. Xohlasanglar qizil, yashil qilib qo'yasizlar. Xohlagan ranginglarni qilib olib, shundan keyin 50% mana 50% dan pasti, narx arzon. O'sha yerda kelayotda topib, o'shandan keyin darslarimiz bor. Keyingi darsimiz MSS darsini o'taman. MSS bilan standard deviation, ya'ni juda ham yaxshi dars. O'sha entry darslarini qilsak bo'ladi. Shuncha bilim bilan o'sha bozorda ishlayversa ham bo'ladi sekin-sekin. Ya'ni mehtesinglar qotganlarda qanaqa kirishlarni o'sha o'rganamiz. Qaysidir zonamizga kelgandan keyin narx rostdan ham o'tdan qaytadimi, yo'qmi, o'shalarni o'rgataman xudo xolisi keyingi darsda. Xo'p. Bu narsaga chalg'iymiz, qaranglar. Impuls, korreksiya, impuls. Korreksiya bo'tdi, diskountga tushyapti, FOG'ga kelyapti, bo'ldi tepaga. Ya'ni premium diskountni ham, o'tayni ham minimumdan maksimumga tortdim. Ham bu yerda qaranglar. Impuls, korreksiya, o'tay. OB'ga to'g'ri kelyapti, ketdi pastga. Korreksiya yana, impuls. Yana korreksiya, FOG'ga, o'tay zona, yana impuls. Qaytyapti, tushyapti. Yana bitta atkat. FEG, BPR ham bor bu yerda. OTay zonaga kelyapti. Shu 62-79 zonasiga, shundan keyin yana selga. Ko'ryapsizlarmi qanchalik ishlayapti? Optimal trade entry. Masalan, chap tomonda ishlamaganlar ham bor. Uni o'zingizlar bozor ko'rib chiqasizlar. Ishlagan, ishlamagan, nimaga ishlamagan? Shu aytganda premium diskountlarni tortib, FOG OB'dan topib, kelazon vaqtlarda bo'lsin, hammasini qo'shib ishlatirish kerak. Tushundinglar? Oxirgi slaydimiz. Hammasini bitta screenshot qilib olib, pauza qilib hammasini ko'rsanglar bo'ladi. Darslarni qilinglar. Aniq trader chat ochganman. Bu yerda bemalol shu bolalar bilan fikr almashib, gaplashib, tushunmagan narsalarni so'rab, bemalol bexijolat yozib qo'shib olsanglar bo'ladi. Telegram aniq trader kanaliga men o'sha chatga ssilka tashlab qo'yaman. O'shanga o'tib olsanglar, xudo xolisa manfaatli bo'ladi. Hop, Telegram gruppaga men Fibonacci nastroykalarni tashlab qo'yaman, xuddi o'zimdagi qilib, screenshotlar qilib, xuddi shunaqa qilib olib, bemalol trading yo'lga qo'shib qo'yib, ishlatsanglar bo'ladi. Hammaga rahmat, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Ishingizga rivoj. Xudo xolisa keyingi shanba oddiq inshaalloh 8-dars MSS standard deviation. O'sha entryni o'tamiz. Charchamanglar, salomat bo'linglar.